Yoshlar radiosi taqdim etadi. Salom yoshlar. Siz kutgan, siz istagan radio loyiha. Eng muhim mavzular qiziqarli tarzda taqdim etiladi. Dolzarb savollarga aniq javoblar izlanadi. Yakshanbadan tashqari har kuni Bizda yoshlarda yoshlar. Yangi soatlardamiz. Assalomu alaykum. Ushbu barakatli lahzalar barchamizga muborak bo'lsin. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni dasturimiz ham bayramona ruhda davom etadi. Hozirgina rejissyorlik pultiga Shahnozaxonim Nuridinova kelib o'tirdilar. Sayyoraxon Mahmudovadan estafetani qabul qildilar. Kamoliddin Muhiddinov, Feruza Bahromova, Donaxon Yo'ldosheva ham safimizdalar. Ularni ham xush ko'rdik azizlar va biz bugun yigitlarimizni, xalqimizni, yurtimizda posbonlarini bayram bilan muborakbod etamiz. Vatanni himoya qilish, uni ko'z qorachig'idek asrab avaylash yurtni har bir farzandini vazifasi. Ona yurtimiz har doim o'zini mard, jasur yigitlar bilan faxrlanib kelgan. Ular ota-ona va oilasini o'zi yashayotgan yurt tuprog'ini muqaddas bilib, vatanni himoyasi uchun doimo shay turishni burchib hisoblaydi. Suhbatdoshimiz esa Chirchiq davlat universiteti psixologiya kafedrasi o'qituvchisi, pedagogika psixologiya mutaxassisligi 2-bosqich magistranti, Chirchiq shahar mudofaa ishlari bo'limi ofitseri, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha direktor o'rinbosari leytenant Jahongir Mirzo Abdurasulov. Assalomu alaykum. Bugunning odami. Demak, Jahongir Mirzo ham ismlari jismlariga monand, menimcha soha vakili bo'lsalar kerak. Chunki aynan Yoshlar radio kanali jamoasi ham o'ziga suhbatdoshlar tanlayotganda aynan vatan himoyachilarini haqiqatan ham o'z ishini ustasi, sohaga mehrini bergan, vujudini bergan, yurt kamoli uchun tinmay kamarbasta bo'layotgan, demak, izdoshlarimizni tarbiya qilayotgan soha vakillari ham efirlarga olib chiqishga harakat qiladi. O'zi umuman bugun bayramni nishonlash bu xalqimizni o'zini milliy armiyasiga nisbatan cheksiz hurmatini, alb yigitlarga nisbatan iftixorini bildiradi va biz bugun ularni yana bir karra bayram bilan muborakbod etamiz va Jahongir Mirzo Abdurasulov bilan suhbatni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Jahongir Mirzo, yaxshimisiz? Bayram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Rahmat katta. Sizlarga ham muborak bo'lsin. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Albatta. Keling, Jahongir Mirzo, bo'lmasa dastlab suhbatimizni sizning faoliyatingiz haqida boshlasak. O'zingiz haqida gapirib bera olasizmi? Men Abdurasulov Jahongir Mirzo 1999-yili Andijon viloyatida tug'ilganman. Maktab davridanoq harbiylikka bo'lgan qiziqishim juda yuqori bo'lgani sababli 2019-yili harbiy ta'lim yo'nalishiga o'qishga kirganman va o'qishim davomida bir qator yutuqlarim bu Navoiy nomli davlat stipendiyasi sohibi, tashabbuskor islohotchi ko'krak nishoni sohibi, ilmiy tadqiqotlar yetakchisi ko'krak nishoni sohibi va hozirda magistratura bosqichi 2-bosqich talabasiman va shu bilan bir qatorda Chirchiq shahar mudofaa ishlari bo'limida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha direktor o'rinbosari vazifasida ishlab kelaman. Juda ham yaxshi. Endi shak shubhasiz mana o'zingizni avtobiografiyangizni aytyapsiz, bir qancha mukofotlar sohibi bo'lgan ekansiz. Bardavom bo'lsin, shu bilan to'xtab qolmang, shu bilan chegaralanib qolmang. Endi ko'rinib turibdiki, Jahongir Mirzo o'sha yoshlar bilan, ayniqsa o'smirlar bilan ko'p muloqotda bo'lasiz, to'g'rimi? Ularning qiziqishlari, o'y-xayollar, ularni qiynayotgan deylik muammolarmi, vaziyatlardan boxabarsiz. O'zi umuman hozirgi kundagi o'smir yoshlarning qiziqishlari haqida siz mutaxassis sifatida qanday fikrdasiz? Hozirgi kunda yoshlarimiz juda faol va intellektual salohiyatga ega, har qanday yangilikka va yuksaklikka erishishni xohlaydi. Qobiliyatlarini aytib o'tadigan bo'lsam, men hozirgi 4 yillik tadqiqotlarim natijasida xususan harbiylikka qiziqish nafaqat o'g'il bolalarda emas, qizlarimizda ham hozir faol davom etmoqda. Ya'ni qizlarimiz ham kerak bo'lsa armiya saflarida va armiyamizni mudofaa vazirligimiz ichida xizmat qilishga juda ishtiyoqlari baland va hozirgi yoshlarimiz hammasi shu harbiylikka, ya'ni ichki ishlar bo'ladimi, milliy gvardiya bo'ladimi yoki mudofaa vazirligi bo'ladimi, harbiy sohaga bo'lgan qiziqishlari 2-3 yil ichida yuqori ortgan desam mubolag'a bo'lmaydi.
Endi maktablardagi harbiy ta'lim darslari qanday tartibda o'tiladi bugungi kunda? Maktablarda harbiy ta'lim darslari asosan yuqori sinflarga o'tiladi, ya'ni 10-11 sinflarimizga. Hafta davomida 1 soatdan dars mashg'ulotlari bo'lib, ular harbiy xizmatga tayyorlov va harbiy qonun qoidalari to'g'risida nazariy va amaliy bilimlarni oladilar. Va biz bir qator 2023-yil Oliy ta'lim vaziri va qator vazirliklar bilan bo'lgan suhbatimiz samarasini bil ko'rishimiz mumkin. Chunki muhtaram Oliy bosh qo'mondonimizning 393-sonli qaroriga asosan, ya'ni 2025-yil 1-iyunidan boshlab maktablarimizdagi harbiy tayyorlov o'qituvchisi lavozimi maktab va maktabgacha ta'lim vazirligidan olinib, Mudofaa vazirligiga berilyapti va bu bir qator imtiyozlarni beradi, ya'ni harbiy ta'lim o'qituvchisiga. Ya'ni harbiy ta'lim o'qituvchisining vakolatlari va imtiyozlari kengayadi va albatta maktabdagi harbiy ta'lim darslarimiz ham haftasiga endi 1 soatdan emas, 2 soatdan bo'lyapti. Bu yoshlarimizga ko'proq bilim va salohiyatlarni oshirishda va harbiyga bo'lgan bilimlarini boyitib borishga katta xizmat qiladi. Juda ham yaxshi. Endi Vatan tayanch otryadi va uni imtiyozlari haqida ham keling bizni tinglayotgan muxlislarimizga ma'lumot bersak. Albatta, Vatan tayanch otryadi bu 2022-yil prezident qarorining 150-sonli qarorini muvaffaqiyat bo'yicha 2-martda tasdiqlangan, ya'ni Vatan tayanchi bolalar va o'smirlar harbiy vatanparvarlik harakati bu maktablarda asosan shu 10-11 sinflardan 20 nafardan eng faol, jismonan baquvvat va intellektual salohiyatga ega yoshlarni o'z ichiga qamrab oladi. Ya'ni 10 yoki 11 sinflarimiz har o'quv yili boshlangandan keyin 2-oylikda, ya'ni noyabr yoki oktyabr oyida Vatan tayanchi o'ziga xos ko'krak nishon belgilarini qabul qilib oladi va qasamyod qabul qiladi. Vatan tayanch otryadi asosiy maqsadi shundan iboratki, bolalarimizni ko'proq shu jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish va ularni kasbga yo'naltirishdan iborat deb o'ylayman. Chunki Vatan tayanch otryadini siz 11-sinfda tamomlaganingizdan keyin sizga agar faol va tashabbuskor jismoniy mashqlarda faol bo'lsangiz, 5% harbiy o'quv yurtlariga ligota beradi. Imtiyoz beradi. Imtiyoz beradi. Endi mana bolajonlarni, maktab o'quvchilarini jismoniy chiniqtirishda, albatta harbiy sport o'yinlarini ahamiyat katta. Endi harbiy sport o'yinlari haqida ham so'zlab bersangiz. O'smirlarimiz orasida harbiy sport o'yinlari bu yuqori tarzda o'tkazilyapti. Asosan maktablarda oladigan bo'lsak, bu birinchi navbatda Shunqorlar harbiy sport musobaqasi va undan keyin har bizda yillik reja bo'yicha har oyda o'tkaziladigan harbiy sport musobaqalarimiz bor va bulardan hozir bizga kelayotgani favqulodda vaziyatlar kuniga bag'ishlab yosh qutqaruvchi harbiy sport o'yini yaqinda bo'lib o'tadi, ya'ni maktablar orasida. Bunda saralangan yoshlarimiz viloyat bosqichiga va undan keyin respublika bosqichida o'z o'rinlarini egallaydi va shu qatorda aytib o'tamanki, Vatan tayanch otryadi bizning bolalarimiz 2024-yil Qozog'istonda bo'lgan harbiy sport musobaqalarida faxrli 2-o'rinni olib kelishgan. Barakalla, tabriklaymiz. Yutuqlar bardavom bo'lsin. Hamisha mana shogirdlar, sizga shogirdlar bo'lishadi, to'g'rimi? Albatta. Yorug' qilishsin. O'zi umuman bizni hozir balki tinglashayotgandir, bizni ustozimiz efirdalar deb xursand bo'lishayotgandir, yoki hamkasblaringiz bizni tinglashayotgandir. Ularga agar bayram tilaklaringiz, niyatlaringiz bo'lsa, efir onlarini sizga taqdim etamiz. Albatta, ya'ni bugun 2025-yilda 14-yanvarda turgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, qurolli kuchlarimiz tashkil etilganining 33-yilligi va 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni bilan barcha safdoshlarimiz va bizning chegaralarimizda, sarhadlarimizda tongni kunni ulab turgan vatan posbonlarimizni chin yurakdan tabriklayman va bu faoliyati va bu ishlari yana ham samarali bo'lishini va yuksaklarga erishishini tilab qolaman.
Minnatdormiz. Chirchiq davlat universiteti psixologiya kafedrasi o'qituvchisi, pedagogika psixologiya mutaxassisligi 2-bosqich magistranti, Chirchiq shahar mudofaa ishlari bo'limi ofitseri, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha direktor o'rinbosari leytenant Jahongir Mirzo Abdurasulov. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat sizga ishtirok uchun.